Hazreti İsa şagirdlariga yana bundaq dedi. Meni söysanglar, əmrlərimə əməl qilsizlar. Mənmu Xudo otamdan sizlarga boshqa bir yordamchi ato qilishni tilayman. U sizlar bilan mangu birga turdi. U bo'lsa-mu haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhdir. Uni bu dunyoning odamlari qabul qilmaydi. Chunki uni ko'maydi, tonimaydi. Biroq sizlar uni tonaysizlar. Chunki u doim sizlar bilan birga turdi. Ham sizlarda yashamoqchi. Men sizlardan ayrilganda sizlarni yetim qoldirmayman. Sizlarning yeninglarga yana qaytib kelaman. Az vaqtdan keyin bu dunyoning odamlari meni ko'maydi. Lekin sizlar ko'rsizlar. Men hayot bo'lganligim uchun sizlarmu hayot bo'lasizlar. Shu vaqt kelganda bilasizlarki, men otamda bo'laman. Sizlar menda bo'lasizlar. Menmu ham sizlarda bo'laman. Kim əmrlərimni qabul qilib, onunğa əməl qilsa, meni söydigan kishi shu bo'ladi. Meni söydigan kishini otammi söydi. Menmu uni söyman va o'zimni uningga ayon qilaman. Yahuda ismlik boshqa bir shogird, Yahuda Ishqariyot emas, Hazreti İsa'dan: "Ey Rabbim, nima uchun o'zingizni bu dunyoning odamlariga ayon qilmay, bizgila ayon qilasiz?" deb so'radi. Hazreti İsa uningga mundaq javob qaytardi: "Meni söydigan kishi deganimni qiladi. Otammu uni söydi. Otam bilan ikkimiz mundaq kishining yeniga berib, uning bilan birga makon quramiz. Meni söymaydigan kishi deganimni qilmaydi. Sizlar anglayotgan so'zlar mening emas, balki meni avatgan otamninkidir. Men sizlar bilan birga bo'layotgan chig'imda sizlarga bularni dedim. Lekin otam mening nomim bilan avatgan yordamchi, ya'ni o'zining muqaddas ruhi sizlarga hammani o'rgatadi. Ham mening aytgan hamma so'zlarimni esinglarga soladi. Sizlarga omonlik qoldiraman. O'z omonligimni sizlarga taqdim qilaman. Mening sizlarga taqdim qilganim bu dunyoning odamlarining sizlarga baginiga o'xshamaydi. Ko'nglinglarni bearam qilmanglar, qo'rqmanglar. Sizlar men sizlardan ayrilib ketaman. Keyin sizlarning yeninglarga qaytib kelaman degan so'zimni angladinglar. Meni söysanglar, otamning yeniga ketadiganligim uchun xushal bo'latdinglar. Chunki otam mendan ulug'dir. Sizlarni bu ishlar yuz berganda menga ishonsin deb bularni sizlardan ayrilishdan burun aytdim. Sizlar bilan so'zlashadigan vaqt ko'p qolmadi. Chunki bu dunyoning hukmdori shayton kelish oldida turdi. Uning meni besib tushgudek qudrati asla yo'qdir. Lekin bu dunyoning odamlari mening otamni söydiganligimni bilsin deb otam menga amr qilgan ishni amalga oshiraman. Turinglar, bu joydan ketaylik.